$250 million. Yunon ma'budlari darajasidagi yulduzli kast. 3000 yillik o'lmas tarix va Gollivudning eng katta kinodaholaridan biri. Ha do'stlar, bugun biz siz bilan Ser Kristofer Nolan va uning navbatdagi benefisi, Odyssey filmi va uning atrofida ko'tarilgan shov-shuv haqida batafsil gaplashamiz. Nega aynan Ser Kristofer Nolan deb aytib o'tdim, bilasizmi? Chunki 2024-yil 18-dekabr kuni Buyuk Britaniya qiroli Charles III Kristofer Nolanga ritsarlik unvonini taqdim etdi. Ammo menimcha Nolan bugun nafaqat Britaniya uchun ritsar, u tom ma'noda Gollivud uchun ham ritsar rolida namoyon bo'lyapti. Chunki so'nggi yillarda kino sanoatida juda bir g'alati jarayon ketmoqda. Kinoteatrlarda endi turna qator navbatlar yo'q, o'rindiqlar huvillab qolyapti. Streaming platformalar tomoshabinlarni yumshoq divan va sineklar bilan uy ichida qolishga majbur qilyapti. Syujeti qayta takrorlanuvchi franchizalar odamni zeriktiryapti. Katta budjetli filmlar esa tobora xavfsizroq, formulaga asoslangan va oldindan taxmin qiladigan bo'lib boryapti. Shunday bir paytda Kristofer Nolan yo'q, katta kino hali o'lmagan deyotgandek. U hali ham original g'oyalar uchun $100 million sarflayapti. Tomoshabinlar katta ekrandan butunlay yuz o'girmasligi uchun nima qilish kerak bo'lsa, barchasini qilyapti. Hali ham filmlarni imkon qadar katta ekranda ko'rishga majbur qiladigan darajada yaratmoqda va endi u bularning barchasini 3000 yil oldingi insoniyat tarixidagi eng buyuk hikoyalardan biri, aynan Odyssey bilan amalga oshirmoqda. Gomerning Odyssey, $250 million budjet, Matt Damon, Tom Holland, Anna Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron va yana o'nlab yulduzlar. IMAX, ulkan vizual ko'lam, mifologik dunyo va bularning barchasi Nolan qo'l ostida jamlandi. Lekin bu yerda yana bir savol paydo bo'ladi. Nolan o'zi haqiqatan ham yana bir masterpiece yaratdimi yoki bu uning nomi va yulduzli kast atrofida ko'tarilgan shovqindan iborat yana bir oddiy Gollivud spektaklimi? Dunyo tomoshabinlari filmni qanday qabul qildi? Tanqidchilar nimani maqtadi, nimani tanqid qildi? Va Nolan o'zining kino tilidan aynan nimani saqlab qoldi va nimalarni o'zgartirdi? Va eng muhim savol, nega Odysseyni aynan kinoteatrga tushib ko'rish kerak? Qani bo'lmasam boshladik. Welkom bij de IMAX-première van The Odyssey in Amsterdam. Kristofer Nolanning Odyssey filmi hozirgi kunda tomoshabinlarga yetib keldi va umumiy manzaraga qarab bir narsani aytishimiz mumkin. Film muvaffaqiyatsizlikka uchramadi. Aksincha, u oddiy tomoshabinlar va tanqidchilar tomonidan juda qiziqarli tarzda kutib olindi. Hozircha film IMDb rasmiy saytida 10 dan 8,5 ball to'pladi. Rotten Tomatoes'da film tanqidchilaridan 94%, tasdiqlangan tomoshabinlardan esa 97% ijobiy baho olgan. Metacritic'dagi tanqidchilar bahosi esa 88 ballni tashkil qilmoqda. Ya'ni Odyssey nafaqat Nolan muxlislariga, balki professional kino tanqidchilarining katta qismiga ham yoqdi. Tomoshabinlarning film haqidagi fikrlarida ham bir nechta jihatlar doimiy ravishda takrorlanmoqda. Aktyorlik, atmosfera, ovoz dizayni, hikoyaning epik ko'lami va albatta IMAX tasvirlari. Ko'pchilik filmni imkon qadar katta ekranda ko'rish kerakligini ta'kidlamoqda. Lekin Odyssey atrofidagi muhokamalar faqat maqtovdan iborat emas. Filmga nisbatan jiddiy tanqidlar ham bor. Faqat bu haqida sal keyinroq gaplashamiz. Hozir esa filmning eng kuchli jihati, ya'ni vizual qismi haqida suhbatlashamiz. Vizual tomonlama Odysseyning eng hayratlanarli jihatlaridan biri bu uning juda ulkan miqyosda real lokatsiyalar va amaliy uslublar bilan suratga olinganida. Avvalo, Nolan bu filmni to'liq IMAX kameralarda suratga oldi. Odyssey kino tarixida boshidan oxirigacha IMAX kameralarda suratga olingan ilk badiiy film bo'ldi. Buning uchun IMAX va Nolan jamoasi hatto maxsus odatdagi IMAX kameralardan ancha soqinsiz ishlaydigan, ya'ni Kylie kamerasini ishlab chiqdi. Chunki oddiy IMAX kameralarining shovqini dialogli sahnalarni suratga olish uchun juda balandlik qilar edi. Odysseyning eng kuchli jihatlaridan biri bu uning vizual ko'lami. Nolan bu safar shunchaki katta blockbuster film yaratishni xohlamagan. U katta ekranning o'zini filmning bir qismiga aylantirmoqchi bo'lgan. Shuning uchun filmni ko'rishda tasvirning o'zi hikoyaning bir qismiga aylanadi. Dengizning cheksizligi, qadimgi dunyoning ulkan manzaralari, janglar, kemalar, mifologik mavjudotlar, qahramonlarning kichik insoniy tanasi bilan ulkan tabiat o'rtasidagi kontrast. Bu yerda Nolan juda oddiy vizual g'oyadan foydalandi. Inson kichik, dunyo esa ulkan. Filmda esa Odyssey butun mifologik dunyo oldida kichik zarraga aylanib qoladi go'yo. U xudolar bilan kurashadi, tabiat bilan kurashadi, maxluqlar bilan kurashadi. Ammo oxir-oqibat uning eng katta raqibi o'zining taqdiri. Vizual jihatdan filmning yana bir muhim tomoni Nolan kompyuter grafikasiga haddan tashqari tayanib qolmagani. Uning kinoga bo'lgan yondashuvi doim shunday bo'lgan. Agar biror narsani real yaratish mumkin bo'lsa, Nolan uni albatta yaratadi. Bu Odysseyda yanada muhim, chunki mifologik dunyoni kompyuter grafikasi bilan to'ldirib yuborish juda oson edi. Nolan esa bu dunyoni tomoshabinga imkon qadar real va og'ir his qildirishga harakat qiladi. Filmning suratga olish ishlari 5 ta davlatda: Italiya, Marokash, Gretsiya, Islandiya va Shotlandiyada olib borildi.
Amaliy suratga olish ishlari naqd 91 kun davom etgan, lekin eng qiziqarli jihatlari dengiz sahnalari. Nolan Odysseyning sayohatini shunchaki yashil ekran oldida yoki studiyaning dekoratsiyalarida suratga olishni xohlamagan. Bu aktyorlarni haqiqiy kemaga chiqaradi. Aktyorlar suzishni va eshkak eshishni o'rganadi. Hatto filmda ko'rinadigan kemaning 26 kishilik haqiqiy ekipaji ham qo'shimcha aktyorlar sifatida kadrga kiritiladi. Shuning uchun Odysseyning vizual dunyosida tomoshabin ko'rayotgan narsalarning katta qismi real lokatsiyalarga, haqiqiy dekoratsiyaga, haqiqiy kemaga, haqiqiy suvga, haqiqiy yorug'likka va real fizik muhitga asoslangan. Buning ustiga filmning ishlab chiqarish budjeti $207 million haqida xabar berilgan. Ya'ni Nolan o'zining eng qimmat filmlaridan birini yaratib, bu pulni faqat kompyuter effektlariga emas, real lokatsiyalar, xalqaro suratga olish ishlari va IMAX film formatiga ham sarflagan. Filmni suratga olish uchun naqd 2 million fut IMAX 70 mm kamera plyonkalari ishlatilgani qayd etilgan. Bu taxminan 610 km degani. Tasavvur qiling, $250 million, 91 kun, 5 ta davlatda va 2 million fut kino plyonkada va kino tarixida boshidan oxirigacha ilk bor to'liq IMAX kamerasida olingan film. Nolan Odyssey haqida ta'rif berilganda, menimcha eng ideal ta'rif Nolan mifologiyani realizmga olib kirdi. Sound dizayn esa alohida san'at asari. Nolanning filmlarida ovoz hech qachon shunchaki oddiy fon vazifasini bajarmaydi. U alohida san'at. Odysseyda esa ovozning o'zi alohida bir ma'bud vazifasini bajaradi. Filmda sound dizayn tomoshabinga insonning tabiat oldida naqadar ojizligini his qildiradi. Dengizning shovqini, kemalarning yog'ochlari qarsillab tinishi, shamol, to'lqinlar, janglarning fizik tovushlari va sukunat, ayniqsa sukunat. Nolan ko'pincha eng kuchli sahnalarda musiqasiz yoki minimal ovoz bilan ishlaydi. Chunki ba'zan tomoshabinning sukunatni tinglashi shovqindan ham balandroq ta'sir qiladi. Odysseyda bu yondashuv filmning mifologik atmosferasini yanada kuchaytiradi. Ayniqsa filmda Odyssey va uning askarlari suv parilari orolidan o'tib boruvchi epizodi bor. Aynan shu joyda askarlar quloqlarini mum bilan yopishadi va tashqi ovozdan uzilishadi. Ular bilan birga sizning ham quloqlaringiz berkiladi. Siz buni 100% tanangizda his qilasiz. Nolan IMAX kinoteatrlariga qamab, sizni buni his qilishga majbur qiladi. Boshqa hech qaysi rejissor ovoz bilan bunday yetuk darajada ishlay olmaydi. Shaxsan sound dizayn tomonlama shu epizod meni boshqacha hayratlantirdi. Bunga biz Oppenheimer filmidagi bomba portlash sahnasida ham guvoh bo'lgan edik. Bundan tashqari film soundtrackini mana Nolan Derjavasida ketma-ket ikkinchi marta Ludwig Göransson ishlab chiqyapti. Nolan odatda soundtrack masalasida Hans Zimmerga murojaat qilar edi. Lekin Zimmer so'nggi yillarda Dune trilogiyasi bilan band bo'ldi va Oppenheimer filmidan boshlab Göransson bu o'rinni egallab kelyapti va kamida Zimmer yo'qligini sezdirmayapti. Faoliyatidagi 3 ta Oscardan bittasini aynan Nolan filmidagi ishi uchun qabul qilib borgan Göransson katta ehtimol bu yil ham ushbu sovrin bilan taqdirlanadi. Shuning uchun filmni katta kinoteatrda ko'rishning sababi faqat tasvir emas, bu filmni his qilish kerak. Ovozning fizik bosimini, dengizning ulkanligini, janglarning shovqinini va ayrim sahnalardagi sukunatni. Uyda bularning barchasini texnik jihatdan eshitishingiz mumkin, lekin kinoteatrda ularni tanangiz bilan his qilasiz. Kastga keladigan bo'lsak, eng ko'p tanqidlar shu masalada bo'ldi. Nega bu qadar yulduzli kast yig'ildi? Nolan deyarli har bir asarda film ko'lamidan kelib chiqib, ko'proq yorqin yulduzlarni jalb qiladi. Bu birinchidan PR tomonlama maksimal ko'proq tomoshabinni ekran oldiga yig'ishga xizmat qiladi. Insomnia filmidan boshlab Nolanning har bir kinosida kamida 2 ta yulduz aktyor asosiy rolni ijro etadi. Eng yulduzli tarkiblarni esa albatta The Dark Knight, Inception, Interstellar va Oppenheimer filmlarida ko'rishimiz mumkin. Eng yorqin yulduzlar albatta faqat PR jihatdan jalb qilinmaydi. Nolan har bir mayda epizodiy rollarni ham filmning muhim qismi deb hisoblaydi. 2-3 daqiqalik ekran vaqti uchun ham A-klassdagi aktyor aktrisalarni taklif qiladi. Bunga yaqqol misol Rami Malek va Casey Affleckning Oppenheimer filmidagi ekran vaqtlari. Rami Malek David Hill obrazi uchun filmda atigi 2 daqiqa 47 soniya. Casey Affleck esa Boris Pash obrazi uchun 2 daqiqa 36 soniya rol ijro etishgan. Bu aktyorlar diapazonini tushunishingiz uchun Malek 2009-yil asosiy aktyor yo'nalishida Oscar yutgan bo'lsa, xuddi shu yo'nalishda Affleck 2007-yil sovrinni qabul qilib olgan. Nolan plankani shu darajada baland qo'yganki, go'yoki aktyorlar uchun Oscar yutish bu eng yuqori cho'qqi emas, balki uning filmlarida kasga chaqirilish mana shu haqiqiy cho'qqi. Lekin menga qachondir kimdir Nolan filmlarining birida ochilish sahnasi Travis Scott bilan boshlanadi deb aytsa, hech qachon ishonmas edim. Ammo tirik bo'lsak, har qanday hodisaga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu filmda haddan tashqari ko'p yulduz bor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth va boshqa ko'plab aktyorlar. Bu tasodif emas. Birinchidan, Odyssey juda katta miqyosdagi hikoya. Unda juda ko'p muhim personajlar bor. Ikkinchidan, Nolan filmni global auditoriyaga olib chiqmoqda. Bugungi kunda kinoteatrga odam olib kelishning eng kuchli usuli bu mashhur aktyorlar. Shu joyda qisman paradoks paydo bo'ladi. Kast qanchalik kosmik darajada yulduzli bo'lmasin, asarni sotishda asosiy brend Christopher Nolanning o'zi. Filmning yulduzlari juda mashhur, lekin aslida tomoshabinlarni kinoteatrga olib kelayotgan eng katta nom Nolan. Eng katta yulduzlarni yig'ib turib, ular orasida eng katta nom sifatida uning o'zi alohida ajralib turgani uchun ham zamonamizning birinchi raqamli rejissyori sifatida aynan Nolanni tan olamiz.
Nega filmga nisbatan tanqidlar bo'lyapti? Eng keskin tanqid esa adabiyotshunos va Gomerning Odyssey asarini ingliz tiliga tarjima qilgan Emily Wilsondan keldi. Wilson Nolanning ssenariysini juda keskin baholab, filmda Gomer asarining psixologik, siyosiy va axloqiy chuqurligi yetarlicha ochilmaganini aytdi. Uning fikricha, Nolan katta ko'lamli spektakl yaratgan, lekin original asarning insoniy murakkabligini soddalashtirib yuborgan. U xususan Odyssey obrazining murakkabligi kamayganini va filmning ayrim dialoglari yuzaki ekanini tanqid qilgan. Bu tanqid qanchalik asosli? Menimcha qisman asosli. Shuning uchun agar kimdir filmni Gomer asari bilan solishtirsa, albatta Nolanning versiyasida ayrim qatlamlar qisqartirilgani yoki boshqa yo'nalishga burilganini aytish mumkin. Lekin bu yerda boshqa savol paydo bo'ladi. Nolan Gomerning asarini aynan qanday bo'lsa shunday ko'rsatish kerakmidi? Menimcha yo'q, chunki bu hujjatli film emas. Bu adaptatsiya. Nolan o'zining Odysseyni yaratgan. U Gomerning hikoyasini olib, uni o'zining kino tiliga moslashtirgan. Shuning uchun filmni faqat kitobga qanchalik sodiq degan mezon bilan baholash to'g'ri emas. Odysseyni tanqid qilayotganlarning gaplariga qarasak, qiziq bir manzara paydo bo'ladi. Deyarli hech kim filmning texnik imkoniyatlarini, IMAX ko'lamini va Nolan yaratgan vizual spektaklni jiddiy inkor qilmayapti. Asosiy muammo boshqa. Nolan Gomerning Odyssey bilan nima qildi? U xudolarni kamaytirdi, deyarli ko'rsatmadi. Masalan, The New Yorker tanqidchisi Richard Brody filmda Gomerning xudolari deyarli yo'qolib ketganini ta'kidlaydi. Olympusdagi xudolar kengashi va xudolarning Odyssey taqdiriga faol aralashuvi yo'q. Natijada qadimgi Yunon dunyosining o'ziga xos kosmologiyasi ancha kamaygan. Chunki Odysseyda xudolar shunchaki dekoratsiya vazifasini o'tamaydi. Ular butun dunyoning bir qismi. Nolan esa hikoyaning markaziga ko'proq insonni o'zini qo'yadi. Odysseyning ayyor va murakkab tabiatini soddalashtirdi. Ayrim tanqidchilar fikricha, Matt Damon ijrosidagi Nolan Odyssey ancha sokin, jiddiy, pragmatik va travmaga botgan qahramonga aylangan. The New Yorker nashri aynan shu jihatni ta'kidlab, Nolanning Odyssey Gomerning energetik, topqir va axloqan shubhali hiylakordan ko'ra ko'proq qo'pol va amaliy taktika aylanganini yozadi. Nolan minglab misralik dostonni ko'plab voqealarni olib tashladi. Qadimgi dunyoni zamonaviy til bilan tomoshabinga yetkazdi va shu bilan birga Gomerning hikoyasini o'zining doimiy mavzulari, travma, urush, aybdorlik va uyga qaytish bilan qayta talqin qildi. Shuning uchun filmning eng katta tanqidi aslida uning yomon ekranlashtirilgani emas, u haddan tashqari Nolan tilida ekranlashtirilganida. Shu bilan birga bu yerda ajoyib bir paradoks ham bor. Agar Nolan Gomer asarini aynan u yozganidek ekranlashtirganda, biz shunchaki Odysseyning eng qimmat ekranlashtirilgan versiyasini ko'rgan bo'lardik. Lekin bu yerda Nolan aynan o'zini kino tilida Odysseyni muxlislarga yetkazyapti. Va savolni biz boshqacharoq qo'yishimiz kerak. Nolan esa o'zining Odysseyni yaratdi va bu yerda eng muhim savol u Gomer hikoyasiga qanchalik sodiq qoldi emas, balki u Gomerning 3000 yillik hikoyasini qanchalik zamonaviy auditoriyaga yetkaza oldi. Xulosa o'zingizdan. Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Filmni tomosha qildingizmi yoki endi tomosha qilmoqchimisiz? Va keyingi safar qaysi kino haqida yoki rejissyor, aktyor haqida video chiqishini xohlaysiz? Albatta izohlaringizni kommentariyada kutamiz. Hozircha bizdan uzoqlashmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bu joyni qoldirib qoldiramizmi? Ketdik aka.